Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, mushaqtanlar xayrlik bo'lsin. Biz bugungi darsimizda Windows uchun yaxshi bo'lgan, haqsiz bo'lgan bir rasm ko'rish yumshoq detalni qachalaymiz. Bu detalning o'zi haqsiz, bevosita Microsoft Store'dan, ya'ni Microsoft App bozoridan tushiramiz. Biz tez suratda App bozoriga bosaq, App bozoriga Picture deb yozgandan keyin birinchisi shu Picture Flagged Photo Viewer. Shu buni biz qachalaymiz. Qarasanglar tushyapti-da. Hamda menga qarasanglar mana qanchalik tushayotganligini menda ko'rsatib turdi. Men sekundiga 3 megabaytdan tushyapti. Chiqayotganini qanday ko'ramiz demoqchi bo'lsanglar, YouTube kanalimizga kirib, ya'ni kompyuteringizda qanchalik to'g'ri ishlatasiz nomli darsimizga qarasanglar bo'ldi. Qarasak, hamda mana qachilib bo'ldi. Hamda biz buning o'zini davomli ishlatadigan bir yumshoqlik qatorida qilish uchun tanishib kirib, undan keyin mana bu apps deb kirib, bu yerdan default apps, ya'ni sukutdagi applarga qarab qarasanglar, bu yerda photo viewer, ya'ni rasm ko'rgu deb bor. Ya'ni rasm ko'rgu deb bor. Buni bosgandan keyin mana shaklda bizningki qachiligimiz chiqdi. Bu birinchi usul. Bo'ya aktivlandi. Yoki ikkinchi usul ma'lum rasmning o'ziga kelib, mousening 10 kun bosgandan keyin eng asirlikni bosamiz. Bosgandan keyin bu yerdagi Open with degan, ya'ni bu yerni besib change deganni bosgandan keyin bu yerda yana shunga munosabatlik narsalar chiqdi. Yana o'xshash kun tanlagandan keyin OK qilsak, qarsanglar mana qachonda nihoyat qulaylik va ko'p rasmlarni yoki yuqori aniqlik rasmlarni ochganda bu nihoyat tez suratda ich birish iqtidoriga ega. Unda esa darsimiz mushachi bo'lsin. Texim ko'p qarindoshlardan foydalanish uchun darslarimizni o'zaro tavsiya qilib qo'yishni, texim yaxshi bo'lgan darslarni ishlay olishimiz uchun qanotimizga ergashishlar birga darslarimizga bosh barmoq bosish orqali yoqtirishni unutmag'aysizlar. Allohga omonat.